Yangi yildan oldin nima qilish Assalomu alaykum aziz obunachilar va kuzatuvchilar. Sizlar Sharifbek Uz kanalasizlar va nihoyat mana yangi yildan oldin bizlar do'konimizning Technicity do'koni katta chegirmalar va aksiyani boshladik. Videoni davomida siz narxlar bilan tanishib va assortimentni ko'rsangiz bo'ladi. Mana endi sovuq kunlar ham yaqinlashib kelyapti. Bizlar shu qishni endi sezoniga mana obogrevatlarimizni hammasiga chegirma aksiyani boshladik. Misol mana keltirsangiz bo'ladi. Mana bu yerga qarang. Mana bu yerga Immer 13 talik qovurg'a 700 ming so'm edi. Hozir super narxda 550 ming so'm. Hammamizga tanish bo'lgan brend Emerald Dubai brendi 700 ming so'm edi narxi. Hozir 600 ming so'm bo'lgan 13 taligi. Mana pastiga e'tibor bersangiz bo'ladi. 600 ming so'mga Nikkei Dubai brendi 13 talik qovurg'amiz ham bor. Mana bu yerda xohlasangiz agar mana bunaqa mayda joylariga spiralli obogrevatlarimiz ham bor. Undan tashqari mana bizga 500 ming so'mga obogrevatlar bor. Kimga masalan bo'ladi qovurg'a katta ko'p joyni oladi deydi, masalan seksiya yoki domga, ularga maydaroq obogrevatel kerak deydi. Bizga maydaroq obogrevatlar ham bor. Mana e'tibor bersangiz bo'ladi. Eurolux maslini obogrevateli bu 45 kvadratgacha to'g'ri keladi. Narxi 550 ming so'm edi. Yangi yildan oldin super narx 450 ming so'm. Agar siz yangi yilga yaqinlaringizga nima sovg'a qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, agar mana keling, men sizlarga mana bu yerga mana qarang. Presoslarimizni Volmer brendi, bu nemetskiy brend, 2000 tortish kuchi 1,80 ming so'm bo'lgan, 700 ming so'm bo'lgan hozir. Kimga masalan mana mikroto'lqinli pech pодарок kelgan hozir odamlar qidiradi, mana qarang. Shu Volmer, bu Germaniyaning brendi, bu 900 ming so'm narx edi, 660 ming so'm qilib beryapmiz. Undan tashqari mana qarasangiz bo'ladi, Bosch Germaniyaning brendi 3600 tortish kuchi pilisos konteynerli 4 litr hajmi 1 million so'm bo'lgan 750 ming so'm qilib beryapmiz. Yangi yilga mana kimga yangi televizorlar kerak bo'lsa, mana Technicity do'konimizga televizorlarga katta chegirmalar ketyapti. Misol mana yaqin kelib ko'rsangiz bo'ladi. Avalon televizorimiz Webos platformasiga ishlaydi. Dolby Audio kolonkalari, Magic Remote pulti, voice control ovoz orqali ishlatsangiz bo'ladi. Narxi 2 million so'm edi. Hozir super narxda 1 million 700 ming so'm narxi. Mana bu yerda MyTech televizorchamiz ham bor. Bu Android Google TV platformasiga ishlaydi. Narxini mana e'tibor bersangiz bo'ladi. 1 million 400 ming so'm bo'lgan. Hozir super narxda 1 million 80 ming so'm. Undan tashqari mana bizga katta televizorlarimizga ham chegirmalar ketyapti. Mana u Li TV hammaga tanish bo'lgan Li 9 brendidan kompaniyasidan bu televizorchamiz Google TV da ishlaydi. Narxi 2 million so'm edi. Hozir skidkada super narxda 1 million 680 ming so'm. Xuddi shu televizorimizni 43 talik razmeri ham bor. Buni Android platformasiga ishlaydi va ovoz orqali ishlatsangiz bo'ladi. Narxi 2 million 200 edi, 1 million 840 ming so'm. Bizda ko'proq katta televizorlaringizga chegirmalar ketyapti deb so'raydi. Albatta mana kelib ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerga Avalon 55 talik Webos platformasiga ishlayotgan 4K Ultra HD formatiga ko'rsatadi. Narxi eski narxi 5 million 500 ming so'm, hozirdagi narxi super narxda 4 million 650 ming so'm. Xuddi shu televizorimizni 50 talik razmeri ham bor. Webos platformasiga ishlaydi. Ovoz orqali ishlatsangiz ham bo'ladi. Narxi eski narxi 4 million 800 ming so'm, yangi narxi super narxda 4 million 200 ming so'm. Keyin hozirdagi mana orqamda turgan plisoslarni ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu plisoslarimizni hammasiga chegirma ketyapti. Bu firma Hitachi Yaponiyaning brendi, hammaga populyarni, hamma tanigan brend. Misol mana u 950 modeli 18 litr hajmga ega, 2100 tortish kuchi, eski narxi 1 million 600 ming so'm, hozirdagi narxi 1 million 430 ming so'm. Shu modelni kattarog'i 960, 21 litr tortish kuchi 2200, eski narxi 1 million 950, yangi narxi bilan 1 million 650 ming so'm. Mana bu yerda novinka ham kelgan. Bu 965 modeli 2 million so'm edi. Hozirdagi narxi 1 million 760 ming so'm. Aziz obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, bizlarning aksiyamiz 15 dekabrdan boshlab 31 dekabrgacha amal qiladi. Shoshilib qoling, mahsulotlarning soni cheklangan. Batafsil ma'lumot uchun men pastda nomer telefonlarini qoldiraman. Yana eng ko'proq savol berayotgan bizning manzil Samarqand shahar Mirzo Ulug'bek 9-uy, Mo'ljal. Mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi hokimiyat tomoni. Mana bu orqamizda
pajarka turibdi. Shu pajarkani ro'parasida bizning magazinimiz Techno City joylashgan. E'tiboringiz uchun rahmat.